yo LibertyXdan yo Extense'dan, Juice Market xohlagan brokeringizdan, o'zingizga qulay bo'lgan brokerdan kirib akkaunt ochishingiz kerak bo'ladi. Akkaunt ochish videosi esa bu ko'rsatganimdek YouTube kanalimizda bor. Biz hozir O'zbekistonda eng qulay bo'lgan LibertyX brokerdan akkaunt ochganmiz va LibertyXga kiramiz. Iloji boricha tilni o'zbekcha qilib olsangiz sizga shunchalik qulay bo'ladi. Mana bugun yakshanba bo'lganligi uchun mana USD bilan bog'liq bo'lgan paralar ishlamaydi, ya'ni banklarda ya'ni dam olish kuni. Shanba kun bozor ishlamaydi, faqat kriptovalyutalar ishlaydi. Mana Ethereum kriptovalyutasi, Bitcoin valyutalari ishlab turibdi. Xo'sh, birinchi qiladigan ishingiz akkauntni to'g'ri ochganga ishonch hosil qilib kirasiz. Mana bu yerda shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirishingiz mumkin. Shaxsiy ma'lumotlar degan joydan hozir kiryapman bu yerga. Uni videolar bor YouTube'imizga. Endi biz demo akkaunt ochib olishimiz kerak yoki mana hisob ochish degan joyga bosamiz. Agar siz MT4 yoki MT5 da demo bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, hisob ochish degan joyga bosib tanlaysiz. Biz MT5 ni tanlaymiz. Mana tezkor bozor turibdi. Demo hisob, haqiqiy hisob. Mana bozor degan demoga bosamiz. Yaratmoq, ya'ni siz MT5 akkaunt yaratmoqchimisiz demoqda, yaratamiz. Mana bizda muvaffaqiyatli deganni ustiga bosamiz. Hisob ochish deganni ustida turibdi. Mana endi bozor. Mana hisob raqam turi bozor deganni ustiga bosamiz va hisob ma'lumotlari. Mana nusxalab olib bemalol MT4 ga o'tkazishingiz mumkin. Mana birinchisini nusxalab olamiz. Nusxalandi. Endi MT akkauntga kiramiz. Mana MetaTraderga kirdik. Mana Manage account degan bo'limiga bosamiz va plus byuroni bosamiz. Bu yerda nusxalaganimizni qo'yamiz. Ustiga bosib kiramiz. Chiqamiz. Tizimga kirish. Ikkinchisini nusxalab olamiz. Login degan joyga ikkinchisi, password degan joyga mana parol deb qo'yib uchinchisini nusxalab olamiz. Va login degan buyruqni bossak, bizda mana $50,000 demo akkaunt ulanib turibdi bemalol. Mana